Bu ketep sepermez. Turpanga boldu. Davay, davay, turpanga davay. Heyzide kıptırdı cuma. Yatağında vatansa kızlanma. He bu sizler kişiler hemen oxşaş ekansizlar. Satmaymaklı qarab şalvaqlıqlan eqitib, adamni ko'ngillashtirib. Mençe sizge okşaş kızlar kamrak. Qo'y, men sizga ma'amroq deb so'radimmi? Meni degim kep kaldı. Rahmat. Lekin baqo qarang. Ma dunyoda bir ma'amroq kishi qolmagan taqdirdami, siz o ma'amroq qilib qo'yishingizni qat'iy qolmayman. Düşendim. Rast şanama. Ha düşendim. Emsiye takırlı. Ha Mustafa amca. Hele ile olsak buldu. Emrahim bulsun pervane, Emrahim bulsun pervane. Emrahim bulsun pervane, Emrahim bulsun pervane. Oy toxtan. Nim bo'ldi? Hay isiniz bolmaydı o. Nimaga? Samirip gitsin. Nima yeymansa? Mana mani ya. Pervane nölmel terkiplik şerlik kengirpin tozdur bolsla. Samirip gitiştin ensirmisiniz mi boludu o. Tam bir xil peyze. Pervane şerlik kengirpin tozduru. Turpanğı kəginanlarını qızğın qarşılama. Sizlərinin bu vaxt göz qaraş degan nima daha yaxshi ha? Ben bunu da oylab qaldım. Muş aramızda ən bikaycısı mən ekanman. Ha? Ya. Biz qasdan qilmadik. Ha. Kim bilsin işlerin bunda qolib ketganini. To'g'ri. Hech kim qasddan qilmaydi. Qarang. Sizlarning o'rningizda bir toshbaqa bo'lgan bo'lsam o'milab kep bo'ldi bu chaqqicha. Mashina ishtirib kelmaysizlar? Maşının çakı yelik etken tursa. Mashina chaqi yerilib ketdi. Telefonu tok yo'q. Shoxoring ishlamaydi. Ha? Bir to'ziq ba'an tapqina. Hozirga sayohat mazgili. Bu turpan kep ketadi jiqtursa bir odam uçurmamda. Ya bo'lmasa, ma bashanglik bir ayran bir chig'ir yo'l yasab turibdim ya. Turpan kep qasi deb. Hech kim ma'maydigan.
Biz sizga rost gap qo'yapmiz. Nima ish qilamiz bekorni yolg'on gap qilib? Uning ustiga bu e'lon baldur tugisi bizga payt tursa. Men sizga qarang. Mana shu kun yog'i periodiyo mahsulotlarini olgan xaridorlarga vaqtida mal silamay bir mo'z ziyon chiqdi menga. Men qo'qishimdim, qilib. Oo, çata koptu ya bu. Bana deysiniz olmamda, ha? Bana diyen bolsunuz bu turpanı bekar yattıkça mallarınızı sağaştırmamdım ben ma, ha? Teki, baldır kayıtışını öğreşkan ma? Oldurmağın bolsunuz kaçan kilatınız? Rahmet Cuma, rahmet, rahmet. Ish qilib keldik-ku. Mencha turpan olgan safarimiz nayt o'ngishli bo'ldi. Ha, çok oңышlı oldu. İşten beşlem şunda peyzi oңышlık obdan mağda emas ma? Ha? Oңышlı oldu da, çok oңышlı oldu da. Ha? Qandal olsa men üçün bərabər danla. Yataqni ilib etməyli ma. Ma yolda kep boğucu en japa çekkine manı men 34 saat oldu arak içmeyi ve bedellerim degen kirişip hazır bir arama tutparım. Boldu. Vay bu, kumda yapılan hakem ma bu. Ben sizlerge de kuyay. Ben dağınlık artist. Küçük ilanlar tükse beni saklayatkan çok kinonun işi var. An tüketmesem olmaydı. Şuna ma vakti çıkın tutup, ma işimizi kanda başlayıp, kanda ahire sürüşün deyişiyorsak ulan ki? Ha? Ma'qul. Men yotoqdan olay. Undan keyin qolgan gapni deyishaydi. Ha? Ishta qilayli. Qolganini ayirib qaramiz. Ishlarsiz. Qani, o'tir. Yaxshimisiz, sizga qanday yordam kerak? Menga yardamingiz emas, yotoqingiz lozim. Sizga qanday yotoq lozim dek, oldin zakaz qilganmi? Yo, zakaz qilmagan. Menga boschi, shu bas muvofiq yotoqli bos bo'ldi. Bizning cho'ng kichik yotog'imiz 350 yuan, qo'sh kichik yotog'imiz 450 yuan. Nimada qimmat? Ha? Azroq yotoqlar yo'qmi? Bundan azan yotoq yo'q. Undaqsa 3 kishilik yotoq bormidi? 3 kichik yotoq hozir qolmadi. Qizchaq, mana işte biz Urumchidan Turpanga va Parvon mahsulotlarining aloqa e'lon tatbiq kelgan. Shuni sizlarning yotoqda uzoqroq turib qolmaymiz. Shuni bo'lsa asara qilib bersangiz, mushukka bir yordam qilib bering, ha? O'qilma. Yaxshimisiz, biz atim turgan bo'lganda pul to'laydi degandim. Hay, to'xtab turing. Bu qizning soatini men qilaydi. Bunda qilsak bo'lmasmikin? Menimcha bunday qilsak bo'lmaydi. Nishki bo'lmaydi, ha? Sizdek chiroyli qiz olmay ma'qul qilish men shartdim. Tunji qatam ko'rishib bilan bunda qilsak bo'lmasmikin? Ikkimiz tunishmasak. Tanışmasak men tanıştık-ku, ha? Bir ko'rishgan tanish, ikki ko'rishgan tuqqan debdi. Hech nima bo'lmaydi. Qag'ashlar asosida bo'lmamdi, ha? Rosa to'lamsiz? Ha. Hammani to'lamsiz? Ha, hammani, bular. Ha. Afsus tuzut qilmadim, rahmat sizga. Hey, hech qisi yo'q. Hey. Az kech ko'rishaylar. Jami 5680 yuan. Ha. Nima? Jami 5680 yuan. 5680 yuan? Bu nima qilmat? Bu qiz yandan to'y qilibdi-ku, hozir eri bilan Turpanga shirnay o'tkazilgapti-ku, bizning bu yerda turayotgan bir haftacha bo'lib qoldi. Eri bilan? Halol. Yotoq ochamsiz. Qizchaq. Mening pulimni qayta qilib bo'ladimi? Kechirim qaytarib olmaydi. Nima qayta qilolmaydi? Ha? Ben o qizning eri bo'lsam, eri to'lamamdi. Bizmi sizni to'lan demagan, o'zingiz to'layman deb. Qarang qizchaq. Ha? Siz boshda meni askarga qo'yishingiz kerak-da. Men sizlarning yotoqda qo'yimcha uçurdum. Uqtыңызmi? Siz qarab turib men deb qo'ymadingiz. Demak, buni bo'yicha sizning mas'uliyatingiz bor. Biz xaridorlarimizning mahbetligini sirk oshkorlasak bo'lmaydi. Bu bizning yotog'imizning qoidasi. Yotoq ochamsiz? Men ochma.
Tejam elektron savdo cheklik şirketi Turpanga Safar filmini alohida qo'llagan. Sami, bana ayrılıp taqağansız. Ben sizlerle yatmayım mecmu. Ben de toy qılmagan qızlar. Kim sizlar yetish quşlarga, ha? Ishqib men deb qo'ydim. Men yolg'iz yotaman. Atugün erim boshqa o'g'allarga yotoq ichib kelsa deb xitimni berib bersa, kimga bo'ldi menga? Hey, men nima o'yda, siz nima qo'yda, ha? To'la beshimni aqtmay jim o'tiring, ha? Ya Rishatka. Kim Rishatka? Ha? Men Rishatka demakchi, Rishatka demadim. Sizdan davatqa Rishatka degan narsa, al gullikni ko'rdingizmi? Shu atrofda temir jozni Rishatka deymiz, men degan Rishat aka, Rishat aka. Xapamanga Rishatka. Men demakchi, ani bizdan e'lon tortish kelganimizni bilasiz, qarang. Lekin may yotoqning o'rni bilan bizdan aloqa surat kelish naq maydon bilan bo'lgan jo'grafiyalik tozi yaxshi emasga. Bizga bo'lsa naq maydonga yaqin, hamma jihatdan qulaylik, undan keyin bahsi asaraq yotoqlar olgansiz pek yaxshilatdi. Chunki bizdan boshqa chiqimlarga ajratgan pulimiz jiq emas. Ozuqashqa hozir may yotoqning bahsi sal endi biz o'ylagan yerdan qimmat chiqib qoldi. Shunga ben to'g'ri ko'rsangiz, bahsi asaraq yotoq berib yetib tursak bo'ladimi? Ey, men sizlarni bir kecha bir kunda saqladim. Bu sizlarni saqlashim, biz sizlardan qo'rqqanligim emas, esingizni chang tuting. Bak keskin bo'lgan mening o'tdek ishchi yaqin va hurmatim bilan bo'layotgan ish. Ha? Mening kasbiy axloqim yaxshi, bilasizlar. Men sizga deb qo'yay. Men hech yerga bormayman. Men Misha deyapman. Aras. Agar yeni meni ahmoq qilma deydi ekansiz, men e'loningizga kim Misha silishirdim ha? Va adam gap qilmasa. Sen bunun çık tigivermişsin ondan da. Ya elim bir iki saqlatdık mani. Gerçi bu işqa ma ta sebepçi bo'lgan bilan ma bilmaydi bu ishni. Bo'ldi yetaverdilar. Mustaqil ketamdiq bu yerdan? Ya kim ketimiz deydi, yatimiz davatimiz ava. Shu men boya mushat yotamizmi deb o'ylagan shu. Sami, qarama terim degan optop kuyib, shunda buzilib ketibdi. Men yotoqqa kirib terlarimni osirmsam, sirtqana chiqma. Şu. Hey, başqa kelgan Batur deb ket, qapa. Yotoq yurtda. Sizlarchu, meni ko'nglim faqat tushunmayapsizlar. Nima bo'ldi bunga? Bir eliga tutqandish. Kim o? Ben Seyfi. Nima ish oldu? Bayalıqı yüzüm köyüp ketdi degandingiz emasmi? Mening yüzüm köyüp ketgan. Achun sizni ustoz tutib, teri asrash bilimlarini o'rganib olaymi deb. Voy, siz nima ish qilsiz terasrab? To'y qilmayman. Aslida mening teram oqdi asli. Keyin köyüp menda qarab ketganlar ya. Qizlik gaplar qilsiz Sayfiya. Uchchisi qilasiz? Uchchi? Bu bir narsa tepkirel deb pes tushib ketgan. Kira. Mau shu men sizga gapini qilayotgan Orambaxsh yurishiga degan. Mushu uchchisi bir yurishga chiqdi. Buni setlishimi vahshiy yaxshi qarang. Men sizga o'rgatib qo'yay qanday ishlatishni. Ko'rdingizmi? Bunda chachsiz chashqandan keyin yuzingiz shunchalik rohatlik tuyg'usi berdi. Anandan keyin keyindan manisi keysiz. Qarang. Su deganni to'liqlatdiki, aytizaqda gapga yuzingiz pechat bo'lib ketadi. Anandan keyin
en ahırda kulayga vaqtda mani sürküp alsız. Et degan şu mening terimdek lan bu sizni teringiz qara, bak qari chiroyingizda asar maqammaydi. Rostmi? Ha, bununcha 16 yoshdan yuqori shu er ayol cho'ng kichik hammasi ishlasa bo'ldi. Shunchalik bexatar mahsulot. Tushungansiz? Ha, andan keyin aptapda kuyib ketdin degansiz. Men sizga mana aptapdan saqlash purkimiz uchun sovuqlay. Bu turpani optida buni choshmasak qat'iy bo'lmaydi. Ya telefon qilsam nimada qolmaysan, nega ketding yotoq jim o'tamay? Ha, men ish parvaning yotqida. Ha? Ya ish parva yotoq nima ish qilsa? Yo, teri asrashni uyitib qo'ymadiganda shuni kirgan. Voy, ya sana nima teri asrash, ha? Bu er kishiga maymunda asraqli chiroyli bo'lsa bo'ldi ya. Vay. Ha, bola jiddiy ish bor, bola yenib chiqay ha. Chatoq chiqdi. Nima ish bo'ldi? Ugre. Nima ugra? Enim dadam apalarni ilib bizning uyga kelay deb qopti. Ular safardan kelgandan keyin harda o'qish ish qisib ekan. Men yo tomoq idishni bilmaysan. Xotin kishi bo'lgandan keyin bir amal qilmabsiz. Ha. Acayip o'xshabdi. Ha? Qizim, yana bir chini aytchiqing ha. Ma'qul dada. Xotin, tomoqni qanaqa qildingiz? Parvonadan so'rab. Parvona? Parvona tayyorgarchilik tamoqlari sizga haqiqiy uy ta'mini his qildirdi. Tepishmas debdiki. Shuna yosh tunishib qoldik. Xo'ja. Mana men azaldan birisiga aroq qo'yib boqmagan. Ig'zimni chiqib tunjoq sizga aroq qo'yib qoldim. Rolni amma bek yaxshi so'zma. Rahmat, o cho'ng yo'lingiz lekin men rasolib ichim. Voy qarang, men mu ishamaytim dang.